Abduqodir Husanov Osiyoning eng qimmat futbolchisi va jahon chempionatida porlash kutilayotgan ba'zi yosh futbolchilar haqida. Dastlab birinchi ma'lumot haqida. Transfermarkt himoyachilar qiymatini yangiladi. Angliyada o'ynayotgan himoyachilar va Abduqodirni narxini 50 million yevro sifatida baholadi. Bu endi taxminiy narx, tabiiyki. Bu real qiymat emas, bozor uni 100 milliondan 120 milliondan deb baholanishi mumkin, ya'ni sotilishi mumkin. Biroq baribir qanaqadir tayanish mumkin bo'lgan raqam paydo bo'ldi va bu Osiyodagi eng yuqori ko'rsatkich, ya'ni Osiyoda Abduqodirdan qimmatroq ko'rsatilayotgan futbolchi yo'q. Yaponiyalik, koreyalik, eronlik emas, o'zbekistonlik futbolchi. Bunaqasi avval bo'lmagan nazarimda, yana bir qarash kerak. Endi ikkinchi jihatlar. Jahon chempionati bizni kutyapti va u yerda qaysi yosh futbolchilar porlashi mumkin? Yamal allaqachon yosh futbolchi kategoriyasidan go'yo chiqib ketgandek. Endi baribir yil nuqtai nazaridan tushadi baribir. Chunki yosh hali ham 19 yoshda, 17 yoshda Yevropa chempioni bo'lgan. Lamin Yamal tabiiy kutilyapti. Shuningdek, Kenan Yildiz turkiyalik futbolchi kutilyapti. Agar Gülerni shunaqa yosh futbolchi hissasiga qo'shish mumkin bo'lsa, u ham kutilyapti. Va bundan tashqari Niko Pastan ko'pchilik super jahon chempionatini kutyapti Argentina terma jamoasi tarkibida va yana kim unutdim, Endrikka aytdimmi, Braziliya terma jamoasidan undan kutilyapti va men eng ko'p kutayotgan futbolchi bu Abduqodir endi o'z yo'liga, u ham yosh, Abbos Fayzullayev. Abbos Fayzullayev bu jahon chempionatida men o'ylayman eng yaxshi o'yinni ko'rsatadi, unga daqiqalar berilsa va u o'sha bizda minimum bo'lgan imkoniyatlarni yaratishda va yakunlashda eng muhim figura.